Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli YouTube platformasini tomoshabinlari, YouTube platformasındagi bizning yurtdoshlarimiz. Ayni mana shu YouTube'dan Behruzbek Qurbonboyev o'zini faoliyatini sizlarga ko'rsatishni boshladi. Ya'niki YouTube'da bir chiroyli kanal ochib, bugundan boshlab qayerda, viloyatda, qaysi vohada, nega, necha xizmatlarni o'tib, hammasini sizlarga taqdim qilib boradi. Sizlar ham o'ylaringizda chiroyli to'ylar, chiroyli tantanalar bo'ladigan bo'lsa, shuning bir yaxshi kuningizni yaxshi xonanda, yaxshi sozandalari bilan birgalikda qidirib yurgan bo'lsangizlar, Behruzbek Qurbonboyev ukamizni sizlarga tavsiya qilamiz. O'zlarini kanalida o'zlarini reklama qilib turibman, hayron bo'lmaysizlar. Qurbonboyevlar sulolasi azizlar bilasizlar. Bu sulola sizlar uchun donish, bu sulola sizlar uchun quloqa bir aytganimdan menimcha yetib bordi deb o'ylayman. Zafarbek Qurbonboyevni menimcha barcha yurtdoshlarimiz xizmatlarini, san'atlarini yurtimizda bir o'ringa, ahamiyatga ega ekanliklarini yaxshi bilishadi menimcha. Shuning uchun Behruzbek Qurbonboyevning o'zlarining ijodlaridan muvaffaqiyatlar tilagan holatda YouTube'da agarda sizlar bizani bu proyektimizni, bu videomizni ko'rib tomosha qilib turgan bo'lsangizlar, shoshilmasdan o'tirasizlar, chunki bu Instagram emas, bu kengroq bo'lgan platformada shu to'yni har bir soniyasini, har bir daqiqasini nechta qiziq elementlari bo'ladi, nechta qiziq voqealari bo'ladi. Yashirmaymiz. Agarda ayrim bir joylarni xatoliklar qiladigan bo'lsak ham to'g'ridan to'g'ri sizlarga qo'yib beramiz, lekin asosiysi shu xatoni qilmaslikka qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Biz xatoni qo'yishdan o'zimizni uyaltirish emas, shu xatoni o'zimiz agar qilgan bo'lsak, boshqa takrorlamaslik uchun, o'zimizni ustimizda o'zimiz ishlashimiz uchun, o'zimizga qaysidir bir ma'noda motivatsiya bo'lishi uchun ham shuning joylarini ham qo'yib o'tamiz albatta. Behruzbekning o'zlaridan bugun Humo to'yxonasida xizmatlarining kayfiyatlari eng a'lo darajada o'tiribdi. O'zingizdan bir narsadan ham basingdan gapir. Avvalambor assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Endi bu yanında bizning YouTube kanalimizni kuzatib borasizlar. Shu bu yanında endi ijodimizni, yangiliklarimizni, to'yda so'zlarimizni, har bir to'yni chiroyli lavhalarini sizlarga berib boramiz deb bittamiz. Albatta. Shu o'zlarining ijodlarini sizlarga YouTube'da ko'rsatib boradilar. Behruzbek Qurbonboyev YouTube kanalini. Bu videosi agarda sizlarning kanalingizdan birinchi marta kuzatib turgan bo'lsangizlar, o'rtoqlar podpisatsiya bosib qo'yasizlar. Videoga o'zlaringizni fikrlaringizni bildirib kommentariy yozib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar. Hech kim bizdan uzoqlashmaysizlar. Ijodkorlarning nafaqat Behruz o'zini, kerak bo'lsa shu Xorazm estradasini ko'zga ko'ringan yulduzli vakillari bilan qiziq proyektlarni amalda rejalashtirib turibdi. Bu proyektlar ham o'zingiz ko'rib, baho berib o'tiraverasizlar. Shuning uchun bu kanaldan uzoqlashmaslikni sizlarga tavsiya qilamiz. Shunchalik gap so'lamoqda bu bola kim deyishlaringiz mumkin. Kamina Yusuf Allaberganevichni Xorazm vohasi Urganchdan chiqqan chiroyli bir yosh yigit suxandan o'zini maqtasam. Shuning gaplari o'rtoqlar. To'la muborak bo'laversin. Bizlarni eng yaxshi eng istidon niyatimiz bu albatta to'y bo'lsin, yaxshi kun bo'lsin. Kamida bizga odamlar to'ylarda xizmat qilsin o'rtoqlar.